Vatan to'yxonasining yonidan 2 xona 3 xona qilingan, ya'ni ham mebel texnikalari bilan ipotekaga xarid qilsangiz bo'ladigan uyimiz mana shu 8-domda joylashgan. Endi esa uy ichini ko'ramiz. Bu g'ishli domni yaxshi tomonlarini o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Bu yerda o'rtoqlar ikkitalab balkon, bittasi 2 ga 6 razmerda, bittasi 2 ga 3 razmerda. Aslida bu spalnya xona bo'ladi, lekin spalnyani hozir balkon qismiga ko'chirilgan holatligi. Endi xona hisobiga 2 xona 3 xona qilingan. Ko'rdinglar? Bu tomonimizda esa zal qismimiz bo'ladi. O'rtoqlar, zalda ham ko'rishingiz mumkin, remont, mebel, texnika, prosta hammasi shkalat holatda turibdi. Podest tomonidan kiraverish qismi bo'ladi. Bilsanglar, sanuzellarimiz совмещенный bo'ladi g'ishli domda. Endi shundoq sanuzeldan o'tishinglar bilan kuxnyaga kirib kelinadi. Kuxnya o'zining joyida turibdi, ya'ni balkonga olib chiqilmagan. Balkonimizning razmeriga keladigan bo'lsa, ko'ryapsizlar. 2 metrga 6 metrlik katta balkonlar. Hurmatli kuzatuvchilar, 2 xona 3 xona qilingan 3-qavat, jami 5 qavatli g'ishli domda. Uyimiz Uchtepa tumani 24-kvartal, 8-dom 67-kvartira. Pastdagi raqam uyi egasining telefon raqami, bemalol qo'ng'iroq qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, $71.500 so'ralyapti. Ozroqina kelishtirib berib orar ekanlar. Qaytkincha mana shunaqa chiroyli uy-joylarni yo'qotmaslik uchun Uy-joy sitiga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Uy-joy siti bilan oson va qulay.